Qur'on va 21-asr. Abdori Mamtimin Hazrat. 12. Qur'onning tüp falsafasi insonga xizmat qilishdir. Qur'onda tabiat dunyosi va koinotning faqatla insonlarning foydalanish uchun yaratilganligi to'g'risida bak ko'p oyat bor. Allah sizlarni zaminda o'rin basar qildi. Fatir surasi 39-oyat. Kimni? İnsanlarni. Kimning o'rin basari? Allahning. Allah odamga o'z ro'yidan pulab jon kirgizganligi va farishtalarning hammasini odamga sajda qilishga buyurganlik to'g'risidagi oyatlarning hammasi insonga berilgan eng yuksak qimmatni isbotlab turibdi. Qur'onda zaharlik ichimlik, zaharlik chekimlik, zina, o'lgan hayvonning go'shtini yeyish qatorliqlarni harom qilish insonning salomatligi uchundir. Hatta kunda 5 vaqt tahorat elishning o'zi insonni har xil mikroblardan qo'g'dash uchundir. O'sim jazoni xo'rliqning, qimorning harom qilinishi insonning halol emgak mevasini qo'g'dash uchundir. Qur'ondagi barliq qonun, hukmlar insonni qo'g'dash, insonlarga adolatlik tuzum va sharoit yaratish uchundir. Qisqasi, Qur'on falsafasining markazida inson va uning hayoti yotmoqdadir. İnsanlar tarafidan yaratilgan va bu dunyodagi eng mukammal tuzum deb ta'riflangan kapitalizmning markazida pul bor. İnson yo'q. Bu tuzumning markazida kapital bo'lganligi uchun ismi kapitalizmdir. Kapitalizm boylikqa erishish yo'lida insonlarni, tabiat dunyosini xona vayron qilishda hech qanday vosita tanlab o'ltirmaydi. 20-asrda yuz bergan 1 va 2 dunyo urushi kapitalizmning ichki qismida dunyoning boyligini talashish tufaylidan portlagan. 2 dunyo urushi qatnashgan Sovet ittifoqimi kapitalizmdan farqsiz kengaymichi bo'lganligini isbotladi. 2 qatimliq dunyo urushida 70 million inson o'ldi. O'lganlar orasida birmi kapitalist yo'q. Bugun dunyoga tahdid bo'lib turayotgan insoniyatni halok qilguvchi atom bombasi. Ximiyalik va biologiyalik qurollarning ijod qilinishiga sarmoya qo'ygan, rag'batlantirganlar kapitalistlardir. Bu qurollarning texnikalik sirini sotsialistik davlatlarga sotgan. Har ikki lagerni qurollanish raqobatida baslashtirish orqali g'oyat zo'r miqdorda pul topganlar yana shu pulga cho'qing'uchi kapitalistlardir. Sotsializmning asli muddasi kapitalizmning qo'lidagi pulga erishishni maqsad qiladi. Marksizm nazariyasi bu maqsadni yoshirib o'ltirmaydi. Kommunistik partiya degan so'zning xitoychisi Gongchandang. Bu so'zning uyg'urchisi umumiy mulk partiyasi. Biz uyg'urlarni eziyotgan bu terrorchi partiyaning ismida mulk bor. Kapitalizm bilan sotsializmning markazida boylik yotadi. Boylik uchun kurash qiladi. Bu tuzumlarning markazida inson yo'q. Insonni vayronchilikqa uchirtish badaliga boylikqa erishishdan hech bir vaqt, hech bir sharoitda chekinmaydi. Rossiyada Char podshoni og'dirib tashlash Sovet sotsialistik tuzumining o'rnatilish jarayoni
Xitayda Gomindangni ag'dirib tashlab, Gongchandangning hokimiyat turg'izish jarayoni adolat o'rnatish emas, kapitalistlarning qo'lidagi pul, boyliqlarni zo'rliq vositasi bilan tortib elib, o'zining qilib olish jarayonidir. Sotsializm, boyliq va taraqqiyotda kapitalizmga yetishib olish shuari orqali boyliqqa erishish yo'lida insonlarni och qo'yib, chorchitib o'ltirib etishdan bosh tortmadi. 1930-yillari Sovet ittifoqi ig'ir sanoatda kapitalizmga yetishib olish shuari ostida faqatla Ukrainada 3 million odamning ochliq va charchashdan o'lib ketishiga sababchi bo'ldi. Ukraina Yevropaning bug'doy ombiri deb atalgan bir davlatdir. U davrda 30 million nopos bo'lgan Ukrainada 3 million odam o'ldi. Ya'ni har 10 odamdan birisi sotsialistik tuzumning kapitalga erishish harakatining qurboni bo'ldi. Xitoyda 1959-yil cho'ng sakrab ilgirlash degan harakat boshlandi. Po'lat to'mir ishlab chiqarishda 15 yilda Angliyaga yetishib olish deydigan shuarlar har yerni qopladi. Yurtimizning dal-daraxtlari kesilib, harbiy eshaklar bilan tog'larga to'shildi. İptidai o'choqlarda toshlar erimay, po'lat tavlash vazifasi o'rindalmaganligi uchun uylarimizdagi qozon, cho'gin, cho'mich, palti ketman qatorliq to'mir asboblar yig'ilinib, o'choqlarda eritilib, davlatga topshirildi. Xitoyda 1959dan 1962-yillar orasida 45 million inson ochliq va charchashdan o'lib ketdi. Yurtimizning faqatla boy noyisida ochliqdan o'lib ketgan odam soni 20 ming. Boy ismi bo'lgan bu noyida 20 ming odam o'lib ketgan yerda yo'qsul noyilada qanchalik odam ochliqdan o'lib ketgan bo'lishi mumkin? Bugun Xitoy ichi va sirtidagi Xitoy tadqiqotchilar 3 yillik cho'ng sakrab ilgirlash, ya'ni Dayojin harakatida 45 million Xitoy fuqarosining o'lib ketganligida o'rtaq fikrga kelmoqda. U davrda 450 million nopos bo'lgan Xitoyda 45 million odam o'ldi. Har 10 odamdan birisi sotsialistik tuzumning boyliqqa erishish nishonining qurboniga aylandi. Tarixda Fir'avn insonlarni boyliqqa erishishdagi vosita sifatida ishlatgan. Shunga Fir'avn qulluq tuzumining taraqqiy qilgan davrni yaratgan edi. Bozorlarning bir yerda mal bozor bo'lsa, boshqa bir yerda qul bozor bor edi. Qur'on ana shundaq inson bozorda malga o'xshash elib setildigan qorong'i bir jamiyatda erkinlik mash'ili sifatida nozil bo'lishga boshladi. Rasululloh tunji qitimliq namozini yolg'iz qilgan edi. Ikkinchi qitimliq namoz 4 kishilik jamoatdan tarkib topgan edi. Allahning Rasuli iymonlik qilgan bu namozda Hazreti Xadicha, 10 yoshlik Hazreti Ali, ozod qilingan qul Hazreti Zayd bir saf bo'ldi. Dunyoda tunji jamoat bo'lib o'qilgan namozda erlarning vakili, ayollarning vakili, bolalarning vakili, qullarning, ya'ni ozod qilingan vakili bor edi. Siz bu namoz manzarasini kino ekraniga o'xshash ko'z oldingizga keltiring. Islom dunyoga tug'ilgan kundan boshlab barliq jins va tabiqalarning teng barobar ekanligi bu tunji namozda tarixiy bir boshlanish sifatida amaliylashgan. Qur'on boyliqning
faqatli insonning ehtiyoji uchun ishlatiladigan vosita ekanligini takror o'ttirg'i qo'ydi. Ehtiyojdan ortiq boyliqni ehtiyoji bo'lgan yo'qsullarga tarqitib berish islomda jannatga kirishning muhim kapolatlaridan biridir. Baylarga cho'qinish Qur'onda qat'iy harom va man'iy qilingan. Ramazan ayının ulug' oy bo'lishidagi eng muhim xosiyat musulmonlarning boyliqqa bo'lgan mehrini Allohga yuzlashtirishdan iborat bo'lganligidandir. Boyliq insonning ko'nglini jalb qilg'uchi magnatdir. Shunga Alloh inson pul molga intayin xirisdir. Adiyat surasi 8-oyat deydi. Allah ayetlerden ibaret en küçlük magnet arqılıq insanlarga pul maldan ibaret xırs tüpeyli. Günah qılmaslık doğruluq davamlıq agalandırıp turdu. Kur'an kapitalizmning insonni kontrol qilishiga qat'iy qarshi turdi. Siz mendan so'rashingiz mumkin. Kapitalizm yamankan. Sotsializmmi yaxshi emaskan. Undaqda kapitalizmdanmi, sotsializmdanmi ortiq afzallikka ega bo'lganligi bilan bizni qoyil qila oladigan musulmon davlatini ko'rsatib bera olamsiz? Yo'q, ko'rsatib bera olmayman. Chunki dunyoda undaq bir musulmon davlati texi yo'q. Bugungi islom davlatlari yoki kapitalizm dunyosining va yoki sotsializm dunyosining himoyasi ostiga kirib yashamoqda. Dunyodagi 56 musulmon davlatining bir yillik ishlab chiqargan mahsulot hajmi Germaniyaning bir yillik mahsulot hajmidan oz. Ya'ni 82 million nüfusga ega Germaniya 1,5 milliard nüfusga ega 56 davlatdan ko'p mahsulot ishlab chiqardi. 56 musulmon davlat ishlab chiqargan mahsulotning 50% Turkiya bilan Malayziyaga oid. Musulmon davlatlar orasida sanoat davrida ilgarilayotgan Turkiya, Malayziyalar bor. Boshqa musulmon davlatlarning oz bir qismi sanoat davriga yangi qadam qo'ydi. Ko'pinchisi feodalizmning tarixiy davrlaridan ish bo'laligini yo'q. Ularning orasida bir muncha davlatlarda neft qazish va pishiqlab ishlash zavodlari bor bo'lsa-mu, bular g'arb kapitalistlariga oid yoki texnologiyasi musulmon bo'lmaganlarning kontrolligida. Shunga islom dunyosidami Qur'onning insonni markaz qilgan falsafasining natijalarini ko'rish mumkin emas. Musulmon ellarining ahvoliga qarab islomdan sovib qilish imoni komil musulmonlik emas. Asli Qur'onda Qur'on oyatlari davlatlarga emas, insonlarga tushgan. Qur'onning hech bir oyatida "Ey davlatlar" degan xitob bilan boshlangan oyat yo'qdir. Oyatlarning ko'pinchisi "Ey insonlar", "Ey musulmonlar", "Ey mu'minlar", "Ey payg'ambar" degan xitoblar bilan boshlandi. Qur'on insonni tarbiyalashni maqsad qiladi. Hokimiyat insonlar tarafidan tashkillanadi va boshqariladi. Yaxshi tarbiyalangan insonlar tarafidan boshqarilgan davlatlar inson va uning hayotiga foydali qonun tuzumlarni mukammallashtirdi. Ziyonli bo'lganlarni amaldan qoldirdi. Bugun Yaponiya va Shimoliy Yevropa davlatlari insonni markaz qilgan xizmat falsafasini amaliylashtirishda, boyliqni inson uchun xizmat qildirishda va odil
taqsim qilishda Qur'on ta'limotlarga eng yaqin harakat qilayotgan davlatlardir. Musulmonlikqa eng ko'p ziyon Qur'on ko'tarib olgan musulmon davlatlardan va qavmlardan kelmoqda. Iroq, Somali, Suriya, Afg'oniston, Pokiston musulmonni qirishda rekord ustiga rekord yaratmoqda. Misrmo o'xshash fojianing patqiqiga ittirilmoqda. Bu davlatlarda Qur'on bor. Qur'onni eng yaxshi tafsir qila oladigan diniy olimlar ko'p. Har yer masjid, jamilar bilan to'lib toshgan. Namoz o'qishda o'zaro baslashib, masjid, jamilarga suvdek eqib ketayotgan jamoat bor. Jami, masjidlarda namoz qilayotgan musulmonlarni bombalayotgan musulmonlar bor. Jamoatning orasiga bosib kirib, o'zini va musulmon qarindoshlarini portlatib o'ltirgichining qo'lida Qur'on bor. Portlab o'lgichilarning qo'lidami Qur'on bor. O'ltirilgichimi Alloh akbar deb o'ltirdi, o'lgichimi Alloh akbar deb o'ladi. Bu manzarlarga qarab, haqiqiy musulmonlar yig'laydi. Musulmon dushmanlari kuladi. Qur'onni tutib turib, Qur'onga dushmanlik qiladigan, Alloh deb turib, Allohga dushmanlik qiladigan, musulmon deb turib, musulmonga go'r qizishdan boshqa kasbni bilmaydigan bu insonlar biz Uyg'urlarning ulgisi bo'lmasligi lozim. Uyg'ur xalqining dasturi Qur'on, payg'ambari Muhammad alayhissalom, qiblasi Makkadir. Biz dinni bu xil musulmonlardan emas, Qur'ondan o'rganishimiz lozim. Şeytan insonni azdirib bo'lib tashlab etadi. Qo'rqqan surasi 28-oyat. Şeytan azdirib tashlab etgan insonlardan uzoq, Qur'onga yaqin turgan vaqtimizda insonlarga, jumladan o'z xalqimizga foydali musulmonlardan bo'la olamiz. Musulmonlar boyliqni, kapitalni hammadan a'lo bilgan, kapitalga erishish yo'lida insoniyatni va tabiat dunyosini xonavayron qilib etishdan bosh tortmaydigan shafqatsiz tuzumlarning bo'yinturuqi ostidagi qo'rchoq bo'lib qolganligi uchun bugungi fojialarni yashayotdi. Dunyodagi adolatsizlikdan shikoyat qilgan ekanmiz, adolatsizlikni to'sish, adolat barpo qilish uchun yuzlanish lozim. İnsanlar adolat barpo qilsin deb kitobni, qonunni tushirdik. Hadid surasi 25-oyat. Adolatni barpo qilishning oldingi sharti Qur'onga yuzlanishdir. Bo'libmi, adolatsizlikka uchrayotgan Uyg'ur xalqi uchun Qur'onga yuzlanib, adolatni o'z kuchiga tayanib barpo qilishdan boshqa chiqish yo'li yo'q. Adolat namoz qilish bilan, haj qilib, hojim unvoniga erishish bilan, xorlanishga chidamay yig'lash bilan, zolimlarning g'aybatini qilish bilan qo'lga kelmaydi. Payg'ambar alayhissalom adolat barpo qilish uchun qo'lga qilich olgan. Ummatni qurollantirib, adolatsiz tuzumni og'dirib tashlash uchun kurash qilgan. Adolat kurashsiz qo'lga kelmaydi. Haqiqat kuch bo'lmasa, o'z-o'zini himoya qila olmaydi. Musulmonlar, jumladan Uyg'urlar, o'z taqdirining tizginini o'zi qo'lga olmay turib, Qur'onning insonga xizmat qilish tub prinsipini amaliylashhtirish, hatto musulmon bo'lishning kundalik shartlarini bejo keltirish imkoniyatiga erisha olishi mumkin emas. Erkinlikdan mahrum qolgan xalq
adolatdan mahrum qalgan xalqdir. Xitaylar yurtimizda shundaq bir qonun tuzum o'rnatdiki, Xitaylarga hamma yo'llar dag'dam ochiq, Uyg'urlarga hamma yo'llar tamoman to'siq. Xitaylarga hamma imkoniyatlarni yaratish, Uyg'urlarga hech qanday imkoniyat bermaslik Xitoyning o'zgarmas davlat siyosatidir. Şoňa vatanimizda qonun Xitoy millatini qo'g'dash, Uyg'ur millatini talon-taroj qilish uchun mavjud. Xitoyning vatanimizda Uyg'urlarga yurgizgan o'zgarmas qonuni Uyg'urlarni Xitoylarning bozaq qilishiga sharoit yaratib berish. Uyg'urlarni Xitoy millatiga abadil qul qilib berish ustiga qurilgan. Qur'onning tüp falsafasi bo'lsa, insonga xizmat qilishdir. Xitoyning tüp falsafasi o'z nasldan bo'lmagan insonlarni o'ziga xizmat qildirish yoki yo'q qilishdan iborat. Agar bugungi kundami Qur'onning insonga xizmat qilish, Xitoyning insonni oyoq osti qilish va yo'q qilish maqsadini tushunib yetmagan Uyg'ur bo'lsa, u haqiqatan 5-iyul Urumchi voqeasidan keyin Urumchi shaharlik partkom sekretari Lijining bir maxfiy yig'inda Uyg'urlar 2 putliq hayvondir. Ularning hayvondan farqi gap qila oladi. Ich og'ritishga arzimaydi degan gapini tasdiqlagan bo'ladi. Davomi bor.